Google'da ish boshlaganda u Hindistondan kelgan kambag'al muhojir edi. Qattiq mehnat qilib, Google kompaniyasining bosh direktori bo'lishga erishdi. Uni shaxsiy boyligi 1,3 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu inson ismi Pichai Sundar. Uning oilasi juda kambag'al bo'lgan. Mashina, televizor, hatto muzlatkichligi ham yo'q edi. Yigitni o'zi juda qattiq o'qib, o'z kuchi bilan Stenfordga bepul stipendiya bilan o'qishga kirgan. Lekin AQShga uchib borishi qiyin bo'lgan, chunki aviachipta otasining 11 oylik maoshiga teng edi. Otasi o'g'liga ishondi va parvoz pulini qarz olib to'ladi. 2004-yilda Google kompaniyasiga oddiy xodim sifatida ishga kiradi. O'sha paytlari Google'da faqat Drew tizimi bor edi. Pichai Sundar Google Chrome'ni ishlab chiqish g'oyasini berdi. Google Chrome'ni ishga tushirgandan keyin ishlab chiqish bo'yicha vitse-prezident lavozimiga ko'tarildi. O'sha paytda uni shaxsiga talab shunchalik oshib ketganidan Microsoft bilan Twitter uni sotib olmoqchi bo'lgan. Google bo'lsa unga qolishi uchun 50 million dollar taklif qildi. Shundan keyin 2015-yilda Pichai Sundar Google kompaniyasiga bosh direktor bo'lib saylandi. 2019-yildan beri butun Alphabet Holdingini bosh direktori bo'lib kelyapti. Bu lavozimda 2023-yilda Pichai Sundar 226 million dollar ishlab topdi. Bu hikoya orqali hamma narsa sharoitga emas, odamning mehnatiga, o'ziga ishonishiga bog'liqligini ko'rsatib bermoqchi edik. Shunaqa qiziq videolarni o'tkazib bormaslik uchun Study akkauntlariga obuna bo'linglar.